Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video darsimda o'zini band qilgan shaxs, ya'ni o'zini band qilish bor, yatiti bor, MTJ bor. Bularning farqi haqida video chiqarganman. O'sha videoda ko'rasizlar bo'ladi. Ana shu o'zini band qilgan shaxs uzun marketda qanaqa qilib ro'yxatdan o'tkaziladi? Ya'ni birinchi shaxsiy kabinet ochish bir xil bo'ladi hamma uchun. Shaxsiy kabinet ochish darsini tashlaganman birinchi dars qilib. Endi shaxsiy kabinet ochilganidan keyin o'zini ro'yxatdan o'tkazish bor. Endi o'zini band qilgan shaxs o'zi marketda ro'yxatdan o'tkazish bor. Mana bu kishiga shaxsiy kabinet ochilgan. Hozir shaxsiy kabinetga kiramiz. Buni videosini avvalgi video darsida ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yerda mana yakka tadbirkorlik, maslahat cheklangan jamiyat firmalar yoki bo'lmasa o'zini band qilish. Biz mana shuni tanlaymiz. Hozir bu tomonda ko'rsanglar hech narsa yo'q-ku. O'zini band qilish kiritib, buni soliqdan komissioner sifatida ro'yxatga o'tkazganimizdan keyin bu yerda chiqadi polisi hamma ma'lumotlar. O'shandan keyin to'ldirib qo'ysak bo'ladi. Hozir esa ism familiyaning polisi hammasini kiritib chiqamiz. O'zi buni shaklini qanaqaligini bitta ko'rsatib qo'yay. Mana shunaqa shaklda bo'ladi. O'zini band qilganlik. Fuqaro mana shu o'zini band qilgan shaxs sifatida davlat soliq xizmat organlari ro'yxatdan o'tganligi to'g'risida berildi. O'zini band qilgan shaxslar oylik soliq to'lamaydi, yillik soliq to'laydi. Adashmasam yoki 375 ming yoki 475 ming qanchadirda 1 yil davomida shu to'lanadi. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa soliq to'lamaydi. O'zini band qilish. Lekin bunda faoliyat turi cheklangan. Qaysi faoliyat bo'yicha o'zini band qilgan bo'lsa, o'sha faoliyat bo'yicha mahsulot sota oladi faqat. Boshqa faoliyat bo'yicha sota olmaydi. Xo'p, ism familiyalarni kirityapman. G'ulomov Namik Yusubovich. Bu yoqqa дополнительный telefon raqami sifatida o'zimni telefon raqamini kiritib qo'yaman. Shaxsiy kabinet ochishi o'zlarining shaxsiy telefon raqamlaridan ochilgan. Endi bu yoqqa esa o'zimni raqamimni kiritib qo'ydim. Xo'p. Shaxsiy ma'lumotlar qaranglar. Hozir bu yerda pasport seriya, pasport raqam shunaqa ma'lumotlar bor-ku. O'sha joyini kiritganimda videoni pauza qilib olaman. Bu yoqlarga nima yuklanadi? Bu yoqqa mana shu o'zini band qilganlik formani yuklaymiz. Ya'ni mana bu formani yuklaymiz. Xo'p. Mana bu forma yuklandi. Endi pasport, ya'ni o'sha kishining pasporti. O'sha kishining pasportini mana bu yerga tushgan. Mana pasportini yuklaymiz. Bu yoqqa o'zini band qilganlik guvohnoma raqami bor. O'sha guvohnoma raqamini, registratsiya raqamini kiritamiz. Xo'p, registratsiya raqami mana bu bo'ladi. Mana shu raqamni kiritamiz. Bu yoqqa tug'ilgan kuni, например, masalan 1986-yil bo'lsa, adashmasam dekabrni 16-si edi. Shunaqa bo'lsa kerak. Buni tekshirib kiritasizlar-da. Men hozir sizlarga ko'rinmasin deb noto'g'ri ma'lumotlarni kirityapman. Ya'ni tug'ilgan kunini, pasport seriyalarini noto'g'ri kirityapman. Bilasizlar, bu shaxsiy ma'lumotlar. Xo'p, hozir mana shu 4 ta ma'lumot kirgizaman. Ungacha video pauza bo'lib turadi. Video pauza bo'lgandan keyin sразу davom etishni ko'rsataman. Chunki birovning shaxsiy ma'lumotini ko'rsatishim mumkin emas. Xo'p, aytilgandan keyin ma'lumotlarni kiritib bo'ldim. Ya'ni yuqoridagi JSHRlarni и pasport seriya raqamini kiritdim. Endi продолжить deb bosamiz. Bu yoqqa esa bank счет ochilgandan keyin o'sha bank счетni kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Ungacha hech narsa kiritmaysizlar. Bank счетlar mana shu bilan boshlanadi deyapti. Bundan keyingi qadam o'sha bank счет ochiladi. Bank счет ochilgandan keyin uni komissioner sifatida ro'yxatdan o'tkazish bo'ladi. Hozir bu yerga bank счет kiritaman, lekin saqlanib qilmayman. Endi просто ko'rasizlar. Bank счет kiritishni o'rgana olasizlar. O'zimni bank счетimni kiritaman-da, chunki sizlarda ko'nikma hosil bo'lsin degan ma'noda o'shani ko'rsatyapman. Xo'p, qaranglar. Название счет, ya'ni счет nomi. Ya'ni o'zimiz yuritadigan outsourcing kompaniyaki bu. Shifobaxsh, Bahor, Asali. Ya'ni bular uzun market savdo qilishmaydi. Chunki nimadir bo'lib bularga
savdo qilishga ruxsat berilmagan asal mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari sesidan tekshiruv bo'ladi-ku. Hujjatlarni taqdim etganmiz, lekin bo'lmagan. Endi nomer shot raqami, ya'ni hisob raqami XR deb yozilgan bo'ladi. Xo'p, 20. Xo'p. Bunga o'chmadi. 20. Mana shu kiritasiz. Keyin bu yoqqa kod bank MFO, ya'ni bank MFO'sini kiritasiz. Hisob raqam ochgan vaqtida sizlarga beradi. Masalan, 01085 deb. Mana chiqadi. Capital Bank Namangan filiali deb. Yoki bo'lmasa, любой tersiz chiqaveradi. 010825 Capital Bank Namangan filiali chiqadi. Bu bitta hisob raqam. Keyin yana bitta boshqa hisob raqam qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu 20 talik raqam sizlarga to'liq ko'rsatmadim. Chunki birovning hisob raqami omonat narsada hammaga ko'rsatish mumkin emas. Buni ham to'liq kiritasizlar. Keyin pastga hozir bizga mana ikkinchi shot kerak emas, bitta shot raqam yetadi. Shuni bossanglar bo'ladi, продолжить qilasizlar. Keyin продолжить men hozir bosmadim. Sizlar bosasizlar, keyin komissioner sifatida ro'yxatni o'tkazib o'tadi. Buni keyingi darslarga ko'rsatib beraman, keyingi videoda. Kanalda yangi darslar joylab borilyapti. O'shuning uchun like, comment, share, ya'ni boshqalar bilan ulashib, yaqinlarni ham jalb qilishni o'rganinglar. Ular ham bu bilimlardan bahramand bo'lsin. Bugungi dars tugadi. Hozirgi dars tugadi, bugungi demaylik, chunki bugun yana ikkita o'sha dars yozmoqchiman hali. Aytganimdek, like, repost, comment kutib qolaman hammanglardan. Подписка tashlang, chiqmasin.